شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugungi o'qimoqchi bo'lgan darsimiz bizning Sura Baqaraninki 186-oyati. Estaizu billah va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oyatni izohlashdan ilgari qisqacha bir tarjima qilib o'tib Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalamga xitob qilib da'vatudi. Bandalarim men haqida so'rsa, men eng tayin yaqindurman. Menga duo qilgan har qanday bir duo sohibining duosini men ijobat qilaman. No'g'andan keyin falyastajibu li mening ta'limotlarimni uyg'unlusun, tatbiqlusun, men chaqagan yo'lda mangsun va yu'minu bi menga ishonsun, iymon etsin, la'allahum yarshudun. Ular bu orqali o'zining to'g'ri yo'lni topib olishi mumkin. Endi ilgirki 185-oyatda Ramazon haqida, Ramazon ishida yuz beradigan o'zgarishlar, insonda ko'riladigan bir suzukliklar, alohidaliklar, insonning past holatdan taraqqiy qiladigan ma'naviy jihatda, ruhiyat jihatda yuksaladigan bir holatlarni tilg'anib o'tdi. İnson Allah subhanahu va taolo Ramazonda bergan bu kadar suzuklik, bu kadar paklık, bu kadar saflık, bu kadar yükselişni his qilgandan keyin, bunun huzurini tetigandan keyin tabiiyki Allah subhanahu va taologa shukr aytish, shukr qilish, tashakkurini bildirish tarafga qarab yuzlanadi. Agar normallar inson bo'lsa. Bu vaqtda biz Allah subhanahu va taologa shukr qilish, yuzlanish, tashakkurimizni bildirish uchun nido qilishga qarab yuzlanimizda. Shunga Allah subhanahu va taolo bizga yo'lni ochib beryapti. Bandalarim men haqida so'moqchi bo'lsa, menga tashakkur aytish yo'lini izlanmoqchi bo'lsa, menga shukr qilish yo'lini izlanmoqchi bo'lsa, menga ulashmoqchi bo'lsa, va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oyatda Allah subhanahu va taolo qo'llangan bir uslub bor. Ilgirgi darslarimiz az deb o'tdim, esloldi bor balki. İza ifodasi qo'llanmoqlik. Arab tilida iza biz tarjima qilgan vaqtda, chog'da, bunda qilgan vaqtda deb tarjima qilamiz. Buning o'ziga oladigan ma'nosi cho'qim bu ahvolning pati arada bo'ladiganligi, yuz beradiganligini ifodalaydi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bu yerda shuni da'vat etadiki, bandalarim Ramazondagi bu huzurni his qilib cho'qim menga yuzlanadi. Cho'qim meni izlaydi shukr qilish uchun. Men tarafga keladi. Ularga men yo'llarini deb beray, yo'llarini ochib beray, men eng tayin yaqin degan asosda ifoda qilinadi Allah subhanahu va taolo. Hadis qudusiyda bunda bir mazmunlar bor. İmam Tirmizi, İbn Majah, İmam Ahmad qatorliq muhaddislar Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis. 3 kishi bor deydi. Ularning duosi rad qilinmaydi. Buning birisi ro'zador ifto qilganga qadar duosi ijobat. Yani birisi adil imam,
adil rəhbər, bir dövlətin adil rəhbəri məsələn. Yana birisi məzlumның duası. Allah subhanahu wa ta'ala bularning duasini götürüp asmanning ishkiri bu dualığı echiladi. Allah deydi ki izzetim bilan qasam bir mezgildan keyin, ma'lum vaqtdan keyin bo'lsa men sana yordam beraman deb shu va'dani berdi bu hadisda. Yana bugungi oyatlar bu hadisning munosabati nada? Oyat bandalarning Allohni izlab Allohga ulish uchun yüzlünüşüge qarta Allah'ın bergen cevabı ki men yaqin. Qanday adam menga duo qilsa ijobat qilaman davotudu. Bu hadisda mi davotudu ki men ijobat qilaman davotudu. Endi mishada. To'g'ri, hadisning mazmuniga asosan 3 turlik odam bor. Bu 3 turlik odamning men xususan o'zimni aytsam, avomin nas bo'lganligim uchun adil rahbar bo'lamasqa mumkin. Chunki men rahbar emas, imom emas. Zulm qilinmagan bo'lishi mumkin. Oldimda faqat va faqat bir lam tanlashunim qoldi. Duoyimning shaksiz ijobat bo'lishi uchun ro'z tutish. 3 odamning duosi ijobat bo'ldi emasmi? Adil imom, sen adil imom emas. Endi sen imom emas, ya'ni rahbar emassan, avom fuqarosan. Zulm qilinmadan alhamdulillah, birsin zulmga qo'shilmadan, endi duoyingning ijobat qilish uchun top izlaydigan birdan bir yo'l ro'z tutish. Xuddi bugungi darsimizning ilgirki oyatlar bo'lgan munosabat bu bo'lgandek hadisda ilinadigan mazmunmi bu yani. Endi oyatga qaytadan bir nazar tashlagan vaqtimizda bandalarim men haqqimda so'rsa degan mazmunni ifodalash uchun qo'llanilgan sa'ala bir fe'l va sa'ala fe'lisi va Qur'oni Karimda shu so'rash ma'nisidagi mushu so'zdan yasalgan fil kep qalsa buning javobida dan-i Muhammad alayhisalom degan bir ifoda qo'llanildi. Masalan Qur'oni Karimda Sura Baqaraning 219-oyatida biz o'qimadik ha. Yasalunaka al-khamr wal maysir qul fihima ithmun kabir. Bandalarim sizdan haroq qilma haqida so'raydi. Ey Muhammad alayhisalom sizdan bu xil ifoda. Yine şu Sura Baqaraning 219-oyatida yana ve yasalunaka maza yunfiqun qulil afwa. Bandalarim sizdan nima xajlash, yaxshilik yo'llariga nima sarf qilish haqida so'raydi. Sizdan bu ifoda qo'llaniliq. 215-oyatda Sura Baqaraninki yasalunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin. Bayatning oyatlar 5'e o'xshash aynı şekilde yani. Yeni bir ayette yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi. Bandalarim sizdan tağ haqqida so'raydi. Dan ima Qur'ondagi bütün so'rash din keyin Rasulullohga havola qilgan shaklda dan ifodasi qo'llangan bo'lsa, ammo bizning hozir oldimizdagi bugun o'qimoqchi bo'lgan oyatda unda ifoda yo'q. Deydi Allah subhanahu wa ta'ala ve iza sa'alaka ibadi anni bandlarim men haqida sizdan so'rasa dan demaglik ma'runda. Nim deydi? Gappi vaslam fa inni qarib. Allah subhanahu wa ta'ala o'zilam javob beryapti masalaga. Men yaqin davatidu. Qachon so'moqchi bo'lsa, qachon yuzlansa, qachon kelsa men hozir davatidu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni Payg'ambar alayhisolamga dan vosita qo'ymadi yani. İlgirki savollarning hammasida Rasulullohga sizdan degan bir vosita bor. Ammo ma oyatda bevositalan da'vatudi. Amaliyotda mushu oyatning bir hikoyasi bor. Sahobalar Rasulullohdan so'radi. Rabbimiz bizga yaqinmi, yiroqmi? Yaqin bo'lsa munojat qilaylik. Yiroq bo'lsa biz nido qilaylik Rabbimizni. Buningga javoban oyatda bevosita Allah subhanahu va taolo amaliyotda sahobalar Rasulullohdan so'rgan bu gapni. Ular sizdan munda so'raydi, sizdan degan ifodani qo'ymasdan nima deydi? Men o'zining yaqinligini ifodalash, duoning ijobat bo'lishining naqadar aniq ekanligini ifodalash uchun hatto Rasulullohga havola qilmasdan men yaqin da'vat. Ammo duoning ijobat bo'lishining shartlari bor. Hamma o'ylan bilamiz, har qanday odam, har qanday shaklda, har qanday vaqtda duo qilaversa, ijobat
bo'laveradigan ish yo'q. Ba'zida og'rinib qolamiz, ümidsizlanib qolamiz, gumonlanib qolamiz, hatto masalani to'g'ri tushunish kerak. Bunun kelishdan ilgari avval biz yani şu oyatdagi bir deyishga tegishli bir nuqta deb o'taylik. Oyatda bandilarim ifodasini qo'llandi Alloh subhanahu va taolo. Va iza sa'alaka ibadi. Men bu haqda ilgari bir darsda so'zlab o'tgan qul banda ma'nosini ifodalaydigan ikki so'z var. Birisi ibad, yani birisi abid. İkkilisini tarjima qilgan vaqtda lug'atlarga qarasa qul banda deb tarjima qiladi. Har ikkisi ko'plik shaklidagi so'z. Birligi shu abdidan yasilib chiqqan so'z. Birligi uning yakka holatda abdi, qul, banda degan ma'noda, ko'pligi ibad, abid degan ma'noda. Men buni sizlarga xulosalab ikkisining o'tirdiki farqni tushundirsam, Alloh subhanahu va taolo insonlarning nurg'un holatlarini icbari, mecburi şekilde yaratılır. İnsanın nurg'un narsani tanlash huquqi yo'q. Yani insanın kimden tug'ilishi, qaysi shaharda tug'ilishi, qaysi tilda tug'ilishi, qanday yashashi, nerede bu insanın tanlash huquqi yo'q. Bu noktadan bütün insanlar abid. Yani bu kul degan ma'noda. Bütün insanlarning bek tanlash huquqi olmaydi u jihatda. İnsanlarning faqat dunyoda qaysi yo'lda yashashi, qaysi ideya bilan yashash tanlash huquqi var. Mush tanlash huquqi insonga berilgandan keyin inson bu tanlash huquqini Allohning o'ziga qaytarsa. Ya'ni ey Alloh, sizlar meni yo'q yerdan bar qillar. Bu dunyoda mushta shaklda yashatdinglar. Alhamdulillah. Mening bütün ishlarimning oldi va keynini sizlar obdan bilinglar. Nereden kelgan ve ne gördüğünlüğüm hemmisi sizlerge ayan. Men başka işlerimni özüm bitirip kılanmağınımdek. Mening ixtiyorligim özümde bo'lmag'inidek. Qandaq yashashim, kimdan tug'ilib, qaysi davlatda, qaysi millatdan tug'ilib yashashim özümning ixtiyorligimda bo'lmag'inidek. Bu yo'l tanlash masalasidimi? Men o'zim tanlay olmayman. Men gerçi ixtiyorlik berilsimi? Meni to'g'ri yo'lga yetaklasizlar, men o'zimni sizlarga topshadim, mening masalam sizlarga qoldi, meni hidoyat qilsizlar deb yo'l tanlashda o'zini Allohga topshagan bo'lsa, bu xil kishilarni arabchada ibad deb ataydi. Ya'ni qul bandichilik ifodasi bor kishilar. Bandichilik. Ammo aks taqdirda o'zining yo'lini tanlab qolgan jihatda maqhur, ya'ni nurg'un jihatda men bayatım degandek o'z ixtiyorlikli yashamaydi-ki, ammo yo'l tanlash masalasida Alloh qo'ygan ixtiyorlikni o'z oldiga o'zi qo'llanganlar. Ya'ni Allohga qarshi chiqish tarafiga ishlatganlarda bu berilgan ixtiyorlikni bular qullar, abid asl sifatini saqlab qoladi bular yani. Mashta arsak bo'ladi. Ko'p hollarda, gerçi mutlaq deganimiz ba'zi har xil ma'nolar uchun Qur'onda abid, ibad almashtirilib qo'llanilsa-mu, ammo asosiy ko'p o'rinlarda ibad o'zi Allohga bandichilikni ifodalaydigan. O'zini Allohga topshirgan kishilar ibad ma'nosidan qo'llanildi. Uning aks taqdirdagi kishilar nima bo'ladi? Abid bo'ladi. Abid. İnsanning masalan shu erkin, ixtiyorlik berilganligining ifodasining o'zi bizga shariatning taklifatlaridan qilma, masalan degan ifodasining o'zi nima desa, menda erkinlik bor degan gap yani. Bu erkinlikni Alloh qil dedi, qilma dedi, ba'zi narsalarga buyurdi, ba'zi narsalarga qana qildi, to'sdi ba'zi narsalardan. Buning o'zi nima desa, insonning tanlash ixtiyorligi bor. İnsan aşı ixtiyorlikni Allohga topshirib, men nima desang shuni qilaman, nimani qilmasang shuni qilma desang shuni qilmayman. Mening bu boshqa ishlarimning hammasi xudisining iliklarida bo'lgandek, bu yo'lni menga tanlab bersinlar, o'zining bandichiligini Allohga topshirganlar, buning bo'ladi ibad bo'ladi. Ya'ni bir xulosalsak, ibad degan kimlar Uyg'urcha tarjima qilsak, bandilar, yani Allohning bandilari kimlar desa, o'zining tanlash ixtiyorlik rayon doirasini o'zini yaratgan. Shu ixtiyorni bergan zotga topshirib bandichilikni ifodalagan kishilar bular ibad. Qur'oni Karimda mushu bo'yicha tushunsak va xatolashmaymiz. Masalan, Surah Furqonning 63-64-oyatlarida
Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarni sifatlab, bu xil kishilarni sifatlab va ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hawnan va idha khatabahumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ayni mu'minlarning sifati. Zaminda o'zi to'n tutib mang'udi. Nadallar bular bilan gap talashsa, Xudoyim salomat qilsin sizlarni deb ular bilan jidallashmaydi. Qiyam va sajda holatida kechalarini o'tkazib, mu'minlarni Rahmanning bandalari deb ibod degan so'zlar ifodalaydi masalan. O boshqani izlasakmi shu. Sura Hajarning 42-oyatidami inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Shaytonga xitob qilib turib, mening ibodimni, mening bandalarimni sizning kuching yetmaydi bandalarimga. Ya'ni bandilar ifodasi Allohga o'zini topshirgan insonlar o'g'achqa, mu'minlar o'g'achqa shaytonga sizning bularga kuching yetmaydi da'votudu. Hatta qiyomat kunisimi adlaltum ibadi degan ifodani qo'llanadi masalan. Bu ifodani qo'llanadi. Endi u vaqtida bu ifodani qo'llanishi chunki qiyomatda hamma odamdan to'liq ixtiyorli ilib olingan bir vaqt o'g'achqa shu insonlarning hammasi ibodga aylanadi. Ammo dunyoda ilgirki oyatda qo'llanilgandek mu'minlarga ibod ishlatiladi, qolganlarga abid ishlatiladi. Ammo qiyomat kunisi insonning hammasi to'liq Allohning ibodiga, chunki hech kimning nimasi qolmaydi, ixtiyori qolmaydi, hech kimning tanlash huquqi qolmaydi u vaqtida. Endi oyatning o'ziga kelaylik, qarindoshlar. Oyatda nim dedi? Bandlarim men haqida so'sa, men yaqin duo qilg'uchi, menga duo qilganida men uning duosini qanday qilaman, ijobat qilman. Doğan ekan falyastajibu li vel yu'minu. Men ijobat qilaman deb bo'lib, mening chaqirgan yo'limga kelinglar deb aytdi Alloh subhanahu. Biz bu oyatdan bir gapni to'xtab qolgan ya, o'sha duo qilib ijobat qilishning nimasi bor, sharti bor deb. Ya'ni demakchiki bu yerda Alloh sen o'zingning duosining ijobat qilishini xohlaysa, Alloh bilan adabli bo'l demakchi. Allah'ın diginini qil, Allah'ın bir talablari var, bu duanın bir şartları var davatıdı. Allah subhanahu wa ta'ala seni öz yoluğu çağırıvatıdı, sen aş çağırıqqa hada. Aş çağırıqqa kel, eğer sen duayanın icabet oluşunu xalasan. Felyastecibu deydigini bu Allah'ınki. Allah bizim bu yoluğu çağırdı, biz duayımızı icabet kılışın Allah'ın digeyiga kelishimiz kerak. Çünkü ayetning oldiga shuna qarab baqsaq, duo qilgan kishi menga duo qilsa degan bir ifoda bor. Buning arabchasi iza da'ani. Ashada qo'llangan ifoda duo qilsa emas, menga duo qilsa deydigan bir ifoda qo'llangan Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni menga ifodasi bor. Iza da'ani, da'a emas. Undan keyin bizning duoyimiz Allah çaqagan yoldu bo'lmaganimizda, Allah'ın g'ayriga qarab qolganda, bu dua qartilib qolganda, dua nishonimiz Allah bo'lmaganida ijobat olmasligi bu aniq. Masalan, sura Arafda buni bayon qiladi Alloh subhanahu va taolo, innallazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Allohdan boshqasini chaqiradigan, duo qiladigan kishilar ibadun amsalukum. Mana bir ifodalar bor. O ijobat qilinmaydilarning duosi. Yana bir sura Fotiradagi 14-oyatda in tad'uhum la yasma'una du'aakum. Sen ularni har qancha chaqa duo qil, anglamaydi duoinglarni. Butlarning gapi yani. Shunga duo ijobat bo'lish uchun duo qiluvchi ijobat salohiyatiga erishish kerak. Bu salohiyatning birinchi sharti iza da'ani. Menga duo qilsa deyapti Alloh. Agar ash duoni ijobat qilishga qodir bo'lgan Allohning g'ayriga manganda duo boshqaga ketgan vaqtda Alloh u duoning ijobat qilishidan mas'ul emas-ki. Duoni boshqa yoqqa qilib qo'yib, uning natijasini Allohdan kutamaymiz-ki biz. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizni yaxshilik bilan duo qilishni o'rganishimizni istavotdi. Ya'ni bizga shuni o'rgatmoqchi yani. Ama inson yaxshilik bilan duo qilish kerak, o'ziga. Inson o'ziga yaxshilik tilishi kerak. Ammo insonning o'zi
Muşu yaxşılıqni belgileyemeydi. Çünkü insanın akıl idrakatı hemen bilimiz özümüzden obdan düşünümüz bizce. İnsanın akıl idrakatı nurgun yaman nəslərini yaxşı şekilde kurduğun ahvallar var. Biz bunu yaxşı dep oylayımız, yaxşı dep dua qılımız, ama əməliyyat onda emas. Bugün küzümüzge yaxşı körengen nəsə tabii ki ətisi yaxşı çıkmaslığı mümkün. Bugün qıp ketken, Allah'tan dua qılıp herip ketken nəsələr neçə yıldan kin, yoki neçə vaqtdan kin körümüz ki, tova şu vaqtda şunda qığın batdı muş işini, agar şu iş bo'lib qolgan bo'lsa, obdan bo'lmaskan deb pushman qilgan ahvollarimiz xili bor. Allah insan üzgü dua qilsin, ijobat qilaman degan nuqtada insonga yaxshilik iroda qiladi. Undan tabii ki duanın ijobat bo'lishning shartining birisi aşı duanın insonga haqiqiy yaxshilik bo'lish masalasi. Tabii ki insan yaxshilikni yaxshi ko'radi o'ziga. Her kim yamanlık uçrab qilishni yaxshi ko'rmaydi. Ammo aşı yaxshilikni tushunish, aşı yaxshilik yetib berishni belki xato tushunishi mumkin, yo'lni xato tanlab qilishi mumkin. Yaxshilik munozirasiz har qanday odamning o'ziga yaxshilikni yaxshi ko'radiganligi, ziyon bo'lmaslik, foyda manfaat yaxshi ko'radiganligi bu aniq, bu munozirasiz masala. Allah subhanahu va taoloning insonga yaxshi olsun deydi. Ama insan yaxshilikni yaxshilik deb tunishda xatolash ehtimoli bor. Bu nuqtadan biz ba'zi yaxshilik deb turib Allohdan tilagan narsalarimiz, yaxshilik deb turib duo qilgan narsalarimiz ijobat bo'lmag'ini Allah subhanahu va taoloning duoyimizni ijobat qilgani emas, bizni kelgushdagi bir yomonlikdan saqlab qilib, yana ijobat qilgani hisobda. Bizning tilligimizning birilmagani ijobatning bo'lmaganligini ifodasi emas. Tilligimizning birilmagani bizga tilab uchrab qoladigan yomonlik, ziyonlikdan bizni saqlab qolish orqali o'zimizga yaxshilik duoni qilganimizning natijasi amaliyotda. Ya'ni duoning ijobat bo'lishining hammasi yaxshilik emas bizga. Shunga duoyimiz ijobat qilgan vaqtida biz umid qilgandek masalan, qanaqdir Alloh menga nima ish ijobat qilmadi demasligimiz kerak bu yerda. Alloh ijobat qildi. Qanday ijobat qildi? Sening bu ahmoqona duolaringni masalan yoki yaxshilik deb qarab qolgan bir yomonlikdan seni saqlab qoldi. Buni o'zi sening asli o'zingga yaxshilik istab qilgan duolarni javob qilganligi. Naq tiligining o'zi ba'migini bilaman masalan. Chunki sen duo qilayotgan zot hakim zot. Hakim degan qanday zot u desa, har ishning yaxshi tarafini qiladigan zot. Sen qilayotgan duoningmi yaxshi tarafini berdi sana. Allah subhanahu va taolo bu oyat orqali men yaxshilik bermadim deydi. Sen yaxshilikda bilgan shu yaxshilikning ustundaman deydi Allah subhanahu va taoloning bu oyati da'vat qilib. Şoňaşqa sen tilagan bu ish yaxshilik bo'lmag'achqa bu duoyingning ijobat bo'lmasligining o'zi sening asli muddaoyingning ijobat bo'lgani. Sening yaxshilik istikingning ijobat bo'lgani amaliyotda. O nurgun misal var mesela hayatımızda pek çok uçurayımız. Hayatımızda nurgun mesela bir aile kuruş istikülen nurgun yollarını basımız. Şunçılık kurgumuz var, bir aile var. Ama bu olmadı. Biz orduk, onu kıldık, bunu kıldık, dua kan bulduk, icabat olmadı. Kızdık mesela insanlık tevhidimizle. Nemiş kılmış da icabat olmayı duayı. Ben nemiş kılmış şunu olan toy kılanmayım degendek. Ama neçe yıldan keyin qarab baqsang, neçe vaqt o'tgandan keyin qarab baqsang, tushunsanki, sen shuning bilan to'y qilgan bo'lsang, ishing chataq. Masalan, bir oddiy misol olaylik. Vallahil masalul a'la. Bir balamiz var. Balaga hamma ota-ona yaxshi ko'rdi balani, balaga kuyunadi. Bala aslında bir mashinani men haydab baqay deb tilsa sendan, ya'ni shuni umid qilsa. Balaning umidini amalga oshirib mashinani shuningga birishing bir kichik bala 10 yosh atrofida. Bu balani yaxshi ko'rganlikning, balaning istikini amalga oshirganingmi yoki balaga mashinani bermaganing bu balaga ko'yinganingmi? Bala uchun qaysi foydali? Bu insonlar o'rtasidagi bir normal masala. Balang bir tapancha istedi, men tapancha o'ynasam bo'ldi dedi. İstigini bu tapanchani berganing, uni ko'yinganingmi? Onun için yaxshilik mı yoki bermaganingmi? Buning javobi hammalarga aniq masala. O bala istigan bilan o'ziga zararli o istigan ishlari.
Bizning onunğa bermegenimizning o'zi onunğa foydali. Ayni mana shu shaklda tushunsak bo'ladi. Biz nurg'un narsani duo qilamiz, nurg'un narsani tilaymiz. Allah bermaydi tilaganimizning aynısını. Ba'zi dedim-ku boya insonlik tabiatimizdan ba'zi og'rinimiz, ya'ni u nimishqa duo ijobat olmaydi, nimishqa qilolmaydi, nimishqa bo'lmaydi bu ishda. Amaliyotda bo'lmasligining o'zi bizga yaxshilik. Agar sen talay so'p qolsang, balkim tiliging ijobat bo'lib qolishi mumkin. Sening talaying ijobat bo'lmaganining o'zi. Chunki o'sha sen tilgan narsa berilganida balkim seni kelgusi jafoga solib qo'yishi mumkin. Bunu Qur'oni Karimning sura Isroda 11-oyida mushta bir shakldagi insonning mijoz xarakteri o'tirg'i qo'yilib davatadi. Va yad'ul insanu bish-sharri du'aahu bil xayr. İnsan ba'zi o'ziga, ya'ni inson o'ziga yaxshilikni tilaganda yomonlikni tilaydi deydi yani. Va kana al-insanu ajula. İnsan ashta bir oldiranqi maxluq, chunki ishni keyin o'qimaydi. İnsan ko'z oldini bilan ko'radi. Ayati nima bo'lganligini tushunmaydi. Chunki ba'zi yomonliklar yaxshilik ko'rinadi, uni tilaydi. Agar ash tilagan bo'yicha berilsa, jafoni tortidig'ini insonning o'zi. Sura Anbiya'nın 37-oyida Allah subhanahu wa ta'ala sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Men ko'rsatib qo'ymaslarga aldirmanglar deyapti. Mening oyatlarimni, poklarni ko'rsatib qo'ymay aldirmanglar. İnsan aldırmaslık gerek. Yani özüne hatırlayacağım bir şekilde Allah'a tapşırış gerek. Yoktun barqıgan Allah'ın varlığını bilgenden keyin, yok yerden rızık veriyotgan Allah'ın varlığını bilgenden keyin, özüne hatırlayacağım Allah'a tapşırıp insan qilishga tegishli ishni joyida qilaverish kerak. Ba'zida o'tib ketgan ishlarga o'rtilmaslik kerak, qizmaslik kerak, ochiqlanmaslik kerak emas. Amaliyotda ulamoning tushundirish bilan aytgan vaqtda duo qilishdan maqsad Allah subhanahu va taologa o'zining xorligini ifodalash, bandijligini ifodalash bo'lsa eng go'zal. Bir narsa tilash emas. Chunki Allah subhanahu va taolo seni yaratquchi zot, sening nimaga ehtiyojligingni hammani biladi, sana eng go'zalini beradi. Faqat sen o'zingning xorligini ifodalash uchun, o'zingning bequlligini, ilojsizligini ifodalash uchun dua qilsang bu bek güzel. Ama bunun neticesi sen tilgan narsalarning berilmasligi Allohning sana yaxshilik iroda qilish qilmasligiga qarab turib ijobat bo'ladi yo bo'lmaydi. Bo'lmaganning o'zini sana ham yaxshilik. Agar duo qilgan vaqtda mush duoning natijasi maqsad ijobat bo'lishi kerak deb keskin mush ifoda bilan duo qilsak, biz ishlarning oqibatini mo'ljallayolmaymiz. Bugun tilgan, tilking naq ijobat bo'ldi degan taqdirda ishlarning nega to'xtaydiganligini bilamaysan. No'g'anlekin eng to'g'ri ifoda, to'g'ri pozitsiya duoga nisbatan duo orqali Allohga ibodat qilib oldim. Alloh o'zimning bandijligini ifodalab oldim. Allohning oldida xorligimni ifodalab oldim. Mush bo'lish kerak. Chunki inson kuchida qarashlarga duo qilmaydi. Hammalar bilamiz buni. Bugün bizga bir noz ne'matlar berilib, turmushimiz farovon bo'lib ketsa, hech kim bizga farovon turmush ber demaydi. Masalan, bir ishni normal qilayotgan inson hargiz u ish to'g'ri inson qanday vaqtda duo qiladi desa, inson insonlik sifati bilan qilinmayotgan ishlarga, erishalmagan narsaga qarta an duo qiladi. Endi duoni mush ishlarni men qilib beralaydi, mush ishlarni egisi olgan zot deb duo qiladi. No'g'anlekin tabiiyki inson qilinmayotgan, qilinmagan, o'z doirasida bo'lmagan, o'z iqtidorida bo'lmagan narsalarga qarshi duo qilgandan keyin u ishlarning oqibatining qanday bo'lganligini tabiiy bilmaydi inson. Shunga duo qilish kerak, tilash kerak hamma narsani. Ammo duoning xarakterini shuningga erishish uchun ham bo'lmasdan sen duo qilmaymi nurg'un narsaga erishgan bo'lg'achqa Allah subhanahu va taolo umumiy jihatda xuddi nurg'un ehtiyojim hal bo'lgandek oldimdagi qilinmayotgan ehtiyojlarim hal bo'lsa, ey Alloh, men qilolmadim, men muhtoj, men bandangman degan ideya bilan mushu pozitsiya bilan duo qilsa, duoni bandijlikni ifodalash shaklida qilsa, u oldingda sen erishamagan narsalarninki sana foydali qo'yganini Alloh sana to'liqlaydi, ziyonli qo'yganini akamaydi sana. Ya'ni sening zihniyatingda Allah subhanahu wa ta'alaga nisbatan qo'lchilik ifodasi bo'lishi kerakki,
aş narsaga nuqul erişiş olmaslık gerek. Çünkü o sana ziyanlık olduğu için mümkün erişiş. Zihniyetinde Allah subhanahu ve ta'ala'nı esleş, Allah subhanahu ve ta'ala ibadet kılış olup kalsa, sana faydalık nersini Allah sen soğumu sana mı? Yani nuqul şu palanı nersini de demegen takdirinde mi, xuddisinin tüm ihtiyaçlarının hemmini qamdap kılıvatkan dek, bundan keyin ehtiyojli qo'ygan sana foydali qo'ygan narsalarni hozirlab beradi Alloh subhanahu va taolo. Hadis quddisiy va man shaghalahu zikri an mas'alati. Bu hadis quddisiy kim meni ibodat qilish, qulchilik qilish, bandichilik qilish, mening ta'limotimni o'rindash sebebi bilen mendin narsalarni so'rash, bir narsalarni so'rashdan mashg'ul bo'lib qolsa, ya'ni fursat olmay qolib qolsa. Demak, cho'g'ini manbayatni tushundirgandek, duo qilishda nuqul bir narsaga erishish emas, Allohni eslash, Allohga qulchilik ifodalash manda shaklda bo'lsa, Imom Buxoriy chiqargan hadis. Hadis Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Men uningga so'g'allarga bergandan ortiq narsa berman deydi Alloh. Demak, duoning xarakteri asli bu. Bendining faqat navbatdagi bir holat kuchib qolganlik yoki navbatdagi qiyinchilikqa qarata o'zing bandichilikni ifodalash. Nuqul u narsani berish, bermaslikning qaysining foydali ziyonligini Alloh obdan biladi. Shu narsalarga qarata o'zing bandichilikni ifodalash, o'zining ehtiyojligini ifodalash yetar. Aisha radhiyallohu anha Rasulullohdan Laylatul Qadrga to'g'ri kelib qolsa, nima haqida duo qilish, nima so'rash haqida Rasulullohdan maslahat so'radi. Rasululloh shu vaqtda Aisha radhiyallohu anhaga ajoyib bir go'zal gapdan birini qildi-da, bu biz o'rganishga tegishli bir gap ya'ni. Rasululloh Aisha radhiyallohu anhaga umumiy yaxshilik andizisini turg'izib aytadiki, ey Aisha, agar sen ashta Laylatul Qadr kechasiga to'g'ri kelib qolsang, deginki, ey Alloh, sen afuni, kechirimni yaxshi ko'rsa, meni kechirgin deganda. Bir o'lcham. Ya'ni yaxshilik tilash kerak. Yaxshilik ba'zi narsalarga erishish yaxshilik bo'lishi mumkin. Ba'zi narsalarga erishmaslik yaxshilik. Shunga duoga vaqtda nuqul ishlarga, nuqul narsalarga erishish nuqtasida turib emas, yaxshilik tilash nuqtasida turib duo qilish kerak. Rasulullohning Oyshaga o'rgatgan bu duosi qarag'animizda biz hammani tushunib olamizki bir nuqtani dunyoda kechirimdan güzel iş yok. Af asl lug'at ma'nida o'tkazgan xatoliklarni butunlay yo'q qilib o'tish yani. Gunoh o'tkazmagandek qilib o'tish. Arab tilida ikki gap bor. Birisi afv va birisi mag'firat va mag'firat o'tkazgan jinoyatning, xatolikning gunohini yezib turib kechirim qilish. Gunohing bor, jinoyating bor, kechirim. Bu mag'firat. Afv degan nima desa, gunohning hammani tüp yıldızdan o'chirib o'tish bo'ladi. Buningdan güzel ish yo'q. Şumaşqa Allah ya Allah onu bəgin, bunu bəgin dua qilish balkim insonning tentekligi tufaylidan yomon narsani tilab qilish mumkin. Bayatni o'qidik-ku sura Isrodagi bir oyatni, 11-oyat. Va yad'ul insanu bish-sharr du'ahu bil khayr. Inson xuddi yaxshilik tilagandek yomonlik tilab qilish ehtimol tilaydi inson, chunki inson aldiranqo. Bir narsalarga aldiraydi. İnson tabiati bu. Şunaşqa dua qilsam Alloh ijobat qilmadi degan kishilarga qarata biz deymizki, sal zirak bo'lish kerak inson, tushunish kerak, aql doirasini kengaytirish kerak, masalani to'g'ri tushunish kerak. Balkim sening tilingning birilmagani sen uchun yaxshilikdir. Alloh subhanahu va taolo sana o'zi xohlagan yaxshilikni xohlagan vaqtda berishi mumkin. Bu nuqtada amin xotirjam bo'lgan odam rahat yashaydi. Endi tabiiyki biz bayatdan duoning ijobat bo'lishi uchun hozirlashga tegishli shartlar haqida ketib o'tib, dedik duoga nisbatan aldirmaslik, duoning xarakterini tushunish, duo qilgan vaqtimizda nuqul narsalarga erishish uchun emas, balki Alloh qo'ygan bandachilikni, qulchilikni ifodalash orqali o'zidagi yaxshiliklarni ko'paytirish, erishamagan yaxshilikka erishishni tilash asos bo'lishi kerak dedik. Undan boshqa duo ijobat bo'lishining yana boshqa shartlari desak, birisi pok bo'lish insonninki. Yani yemek içimkenin pak oluşu, giyim keçikenin pak oluşu. Peygamber Aleyhisselam Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan kelgan bir hadisda dua ijobat bo'lmaydigan kishini tilga ilib kelib
Buna deydi yani. Yani uzak sefer qilgan, yani japa mushaqqat tatqanligining ifodasi hamdi bu. Çaşları çubuq, çaң tuzang basqan masalan. Bunda bir kishi turib endi qattiq japa chekiglik, aziyat tatığılık, qo'lini osmonga ko'tarib, ya Rab deb duo qiladi. Ammo oningki yemek, içmeki haram, kiyim kichigi haram, bütün g'izosidan tatib hammasi haram, demak badani haromdan qana qilingan, uzuqlanayotgan qanday ijobat olsun dedi. Bu dua ijobat oluşunun muhim şartlardan birisi. İnsanın növbette Allah bana bəgin davatqını bir aparat insanın bir üskünesi bu beden. Bu beden buzuq üskün olsa bu insanın bu görünüşü, bu yitilgen bu beden, bu muskul, bu soyaklar buzuq olub qalsa, tabii ki dua ijobat olmaslığı aniq. Çünkü dua qılıvatqan üsküne, dua qılıvatqan til, dua üçün kötürülüvatqan bu qol buzuq. Haramdan itilgen neyse. Buzuq üsküne yaramaydı işqa. O icabat olmaydı onda dua. Ondan başka yeni bir iş. Bu dua icabat olmagan vaqtda biz düşünüştürüşlik yeni bir iş. Allah subhanahu wa ta'ala biz dünyada yaxshi ko'rgan ba'zi narsalarni tilasak bermaslikka mumkin. Buni olganligi qandaqdir bizning duoyimizning ijobat bo'lmaganligi yoki Allah bizni yaxshi ko'rmaganligi emas. Balki Allah subhanahu wa ta'ala shu bizni yaxshi ko'rib, shu bizning ijobat qiladigan duoyimizni mangulik, fani dunyoda emas, mangulik oxiratga deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Buni bu xil shaklda tushunish kerak. Chunki bu xas kishilarning alohidligi. Peygamberlerinin alahidligi, ahiretga qo'yilgan duaları var peygamberlerinki. Alahid Allah yaxshi ko'radigan yüksek makamga ega kishilarning alahidligi bu. Ondan başka nurgun yükseklikler gövdelendiğin, ifadelendiğin taraflar oldu. Biz dedik ki yukarıda dua bendining Allah'ın aldiki xarlıqı, bendining huşui ve dedik, bu ahval bir hadis kudüsüyle ifadelengenideki İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi rivayet kılan hadiste ahval oluşu mümkün. Allah subhanahu wa ta'ala mezmunu bu yani. Allah subhanahu wa ta'ala dünya asmanga düşüdü. Deydi ki kim bana dua kılsa ben onun icabet kılımen. Mendin soğusa ben onun bir men degen şekilde. Deydi o devat ediyor ki en ahiriste men yukriz gayri adim ve la zalum. Yani yo'qotmagan, zulm qilmagan şekilde kim qarz berdi degan bir ifade qo'llanildi oxirida. Endi bu yerda bir nokta var. Mushahidisdan ilinadigan bir nokta. İnsan davom Allah subhanahu wa ta'aladan dua şekilde so'rayotgan narsa o'zi yaxshi ko'radigan bir masalalar, yaxshi ko'radigan narsalar. Aş narsalar kamidi insan davomli kol kütüreşini toxtatmaydı. Çünkü ana neslininki erişini yaxşı gördü insan. Ey Allah bana bersen, ey Allah bana bu nesli bersen deydi. Bermedi. İnsan o neslini yaxşı görüyorgan boğaçqa toxtatmaydı onu. Yani, dua qilishni toxtatmaydı. Endi müşekege vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir nazuk bir ifadesi varmış yani. Bendeni yaxşı görüyorgan bir tarafı var. Bendenin üzlüksüz Allah deb turuşunu yaxshi ko'radigan bir tarafı var. Allah'ın nazarida, Allah'ın gözüde dünyanın nazarı adatdagi narsalar. Hech nimaga bir cho'nning qani tichak bir vazniga ega emas. Ben de shu narsalarga erishgandan keyin balkim o'zining tilagan istaklari hal bo'lganda, shu narsaga erishganda to'xtab qolishi mumkin. Ikkinchi, masalan inson bir narsaga ehtiyojimiz duo qilmaydi-ku biz bayatdan sal ilgari. Ama Allah bu bendininki davam Allah ya Rab bana bəsli ya Rab deb dua qilib turishini yaxshi ko'radi. Bu yüzden Allah subhanahu wa ta'ala bu bendige bermeydi. Bende üzlüksüz toxtamay dua qilib turadi. Çünkü bende anasını yaxshi ko'radi. Şunun bağlanıp turib dua qiladi. Bu yerda bendining bir yükselişinin bir ifadesi şekillenadi. Yani bendini Allah subhanahu wa ta'ala texmi yükseldirish uchun, üzülen bo'lgan munosabatni texmi chang'itish uchun, o'ziga yaqinlashtirish uchun inson yaxshi ko'radigan narsa bermaydi. O bende üzlüksüz duani to'xtatmaydi.
Deymiz-ku ba'zi insonlarga ba'zi xafalık, aziyat, musibatlar keladi. İnsan şu aziyat, xafalık, musibatdan qutuluş için Allah'a dua qiladi, bu orqali banda Allohga yaqin. Aynı şekildeki mesele şu. Duanın ba'zi ijobat olmasligimi bandining Allohga yaqinlashib, yuksak maqomga o'rilishi uchun bermaydigan ahvollari bor. Yani şuna mümin özünün bağ yok eriştiğini yoki o'zining nishonini duosining ijobat bo'lishidan qilolmaslik kerak. Balki o'zining duosizdan o'zining erishmoqchi bo'lgan nishoni nima bo'lishi kerak? Allah subhanahu va taolo sura Furqonning 77-oyat degandek, "Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula duaukum." Ma oyati tilg'ilinganda bo'lishi kerak. Oyat nima deydi? Bu duoying bo'lmagan bo'lsa Alloh sizga parvo qilmaydi deydi. Shunga biz duo qilish orqali nuqul bir narsaga erishish emas, Allah bilan bo'lgan oramizni yaqinlashtirish, munosabatni bog'lash, bizning bandligini ifodalash, Allohning sevgisiga, muhabbatiga erishish ma asos bo'lishi kerak duoda. Shu ijobat bo'lmaslik bilan to'xtab qolishga bo'lmaydi. Ya'ni biz davomli deymiz, rububiyat Allah bizning Robbimiz yo'qdan bor qilgan har narsamizni biz dunyoga kelishdan ilgari hozirlagan, dunyoda biz yashashga tegishli muhitlarni hozirlagan, bizga yashashga tegishli barliq lozimatlarni, turmush asoslarimizni Alloh yaratib bergan, qamdab bergan, hel-ham bir vaqtida bu Roblik masalasi nerede ifodalanadi desa, shu banda ya Rob deganda ifodalanadi. Masalan bir misol Velillahil meselul a'la davamlı davatımız bu bir o'xshatish emas, faqat zihniyatimizga masalani yaqinlashtirish uchun bir dada deyli bir balıska oylik chiqimini oy 5dan bir vassa bo'ldi, u balani topqil olmaydi oyning oxirigacha. Chunki endi buni qaylaydigini bor. Bir narsaga ehtiyoji yo'q. Oy oxirisida pul tugagan vaqtda dadaning qishig'i keladi. Ko'ziga qarab. Endi dada agar oylik pulni, balaning chiqimini kungi bilan basiz-chu masalan kunga taqsim qilib basiz-chu masalan. Bala pul elish munosabati bilan o'zining shu kunlik chiqimini elish munosabati bilan dazolan kunni ko'rishib turdi, ko'zlar ushurishib turdi, tillar paranglashib turdi, birisi-birisini purishib turdi. Masalan, sevgi muhabbat ortiydi, dada bola o'tirdi. Bala dadaga bog'lanadi, dada balaga bog'lanadi, muhabbat kuchaydigan gap. İnsanlar o'tirisidagi masala bu. Allah subhanahu va taolo bu yüzden bazı dualarımızı kechiktirishi, keyin ijobat qilish, ijobat qilmaslik mumkin. Buning hammasi inson uchun bir yaxshi nuqta amaliyotda. Ya'ni xulosaga vaqtda Alloh subhanahu va taoloning bandalarining duosini ijobat qilish uchun qo'ygan sharti banda shu duoning ijobat bo'lishiga loyiq bo'lish. Loyiq bo'lish degani banda duoning asl xarakterini bilish kerak. Bayatın o'qidik bir hadisni. Qandoq odam Hadis Qudusiyda Allah subhanahu wa ta'ala men uchun, meni ibodat qilish uchun, mening ta'limotimni uyg'ulash uchun, meni aslayman deb mendan bir narsa so'rash fursatiga erishamiz. Ya'ni bandaning duodagi zihniyati bir narsaga erishish emas, menga yaqinlashish, menga o'zining xalqini ifodalash bilan bo'lib ketsa, masalan, shundan qolib qolgan bo'lsa, men uningga o'zining hojatlarini so'g'allarga bergandan ko'p berman deydi Alloh Qudusiyda. Chunki duoning asli xarakteri bu. Banda bu asli xarakterdan tushungan vaqtda duoning ijobat bo'lishiga loyiqlik banda bo'ladi. Shu vaqtda bandaga yaxshilik beriladi. Duosi nuqul ijobat bo'ladi demayman. Yaxshilik qilishdi inshaalloh. Ya ijobat bo'lish orqali yaxshilik qilishdi, ya ijobat bo'lmaslik orqali yaxshilik qilishdi, ya kechikish orqali yaxshilik qilishdi, ish qilib inson yaxshilik qilishdi. Duo ijobat bo'lishining hammasi insonga nisbatan yaxshilik emas. Masalan, İbrahim alayhissalatu vasallam o't tashlangan vaqtida Jibril ehtiyojing bormi dedi. İbrahim alayhissalom ehtiyojim yo'q demedi. Chunki o'tga tushyotdi. Nima dedi? Sana yo'q dedi. Sana nimam yo'q? Ehtiyojim yo'q dedi. Bundan qiyinchilikda mutakabbirlik qilmaydi hech kim. O'tga tushyotsak bir tutib olaymi desa darhol ha deymiz endi. Sana yo'q dedi. To'g'ri, İbrahim alayhissalomning ulardagi ehtiyoji Jibrilga emas. Chunki İbrahim alayhissalom o'tga tashlandi. O'tning tabiati uni ko'ydirganligini biladi. Maxluqning bu xarakterini o'zgartirish mumkin emas. Chunki o'tni Alloh ko'ydirgan qilib yaratgan. İnsonni o'tda kuydirgan qilib yaratgan. Bu xil tabiatda uning kuyishi aniq.
Məxluq Allah yaratqan bu təbiətini özgərtənməydi. Bunun faqat və faqat özgərtgücü güc aşı otni şu təbiətlərini yaratqan zatının qulluğudur. O noktadan Cibril dedi ki, sana ihtiyacım yok dedi. Ahırda o zatının mənim əhvalımni bilişi, mənim soruşum ihtiyacı yok deməkdir. Allah mənim əhvalımni bilidir ki, mənim əhvalımdan ey Allah, məni qutqasla, bu degəndək soraşqa heç ihtiyacı yok Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bir yerde İbrahim Aleyhisselam duanın karakterini bilgen. İşinin nokul icabet kılınışı insana yaxşılık emas. Belki insanın bir yaxşılık var. Ya icabet kılınış arkalık dua buludu. Ya icabet kılınması arkalık buludu. Muhimi duanın asli maksudi olan Allah ile boğan oturumuzdaki alaka normal bolsa dua meselesi başka mesele. Şu İbrahim Aleyhisselam fakat Allah ile boğan alakasını normal sakladı. Allah qoğan bəndiçiligini ifadələdi. Allah'ın dost oldu. Qağını Allah qoydu. Çünkü Allah'ın onun yaxşılıq bildiğini, asla yamanlıq kəməydiğini o bildi. Şundan ki İbrahim Aleyhisselam bu xil ifadəni bildirgəndən keyin ki yüz bergan ahval nima? Sura Enbiya'nın 69. ayetinde Allah Subhanahu ve Taala onu icabet kıldı. Yani İbrahim Aleyhisselam soğumadı. Fakat Allah özünü tapşadı mı? Allah qəhəmmini ötküzüb bədi mi? Allah'tan xuddu soğuğan dək icabət gəldi ki, ya naru kuni barda və salaman ala İbrahim. Ot təbiətini özgərt dəvətidir Allah subhanahu wa ta'ala. Otun təbiəti əsli qızıq. Əsli köydürəb yoxuludu insanını halaq qılıdı. Amma otunu sən suğa qol və İbrahim Aleyhisselam'a heç qandaq ziyan zəhmət yetküzmə dəvətidir Allah subhanahu wa ta'ala. Köydəmə dəvətidir yəni. Ali radiyallahu anhu'nun bir hikayesi var. Birisi Ali radiyallahu anhu ağırqı vaxtıda, kesel vaxtıda yoqlab kirdi. Ah davatqınını köydü yani. Bu özleri davatanlar. Ben Allah'a kapyürek ulanmayayım dedi yani. Yani demek çoğu o adamın demek çoğuğun ifadesi müşrilik eserlerde tilgalanan müşrilik. Ama ifadesinden qaragan vaqtda bir dua qilsam degan odatga adam bo'lmizlar degandek bir xil ifade. Radiyallahu anhu'nun bergan javobi bo'lsa, Allah hammani biladi. Menga nima yaxshilik qilishini nisb qiladi, keselim yaxshilik qilsa, kesel davom qiladi. Shifo tepishim yaxshi bo'lib qolsa, shifo topaman. Men Allohning oldiga o'tmayman. Demakchidagini ahvolimni to'liq biladi degan shaklda bergan javob yani. Muhimi duadan eng muhim narsa bir narsa tilash emas, takror davotam bu gapni. Muhimi Alloh bilan bo'lgan aloqani uzmaslik. Bunda olganda Allah hammani biladi bizga. Nima yaxshilik qilishini biladi. Allohning bergan yaxshiligi vaqtda. Endi oyatning o'ziga qaytsak, oyatda bandirim men haqida so'sa, men bandirimga yaqin duo qilganlarning, menga duo qilganlarning duoini ijobat qilaman deb bo'lib oxirisida şart şekilde فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qarağın acayip mühim şartdır birisi. Duanın icabet buluşunun, bizge yaxşılık birleşinin şartı birisi Allah çağırgan yolda meniş فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Yani birisi Allah'a işenç kılışı, işeniş yani. Mesela hemen Allah'a tapşırış. فَلْيُؤْمِنُوا بِي degeni Allah subhanahu wa ta'ala hakim zat. Bizge yamanlık bəməydi o. Yaxşılıqla nisb qılıdı. Bu noktada Allah'a tuluq işiniş. Duanın əsli karakteri bu. Qandaqdır həmmeden bir surab qoyğanlar cavablığa iş yok. Mana falan nima, mana pulku nima degan bilan cavablığa iş yok. Çünkü ilahlık hikmet taqozo qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala bir ilah dedik bu. Bizning ilahimizga itiraf qildikmi? Ilah degan nima bo'lsa, shuning oldini, keyinni urunlashtiruvchi. Ishlarning oldi keyindagi butun hisobotni joyida qiluvchi, masalan, dunyodagi yurish-turishimizni tortib hammasining hisobotini qiluvchi, uning jazo mukofot bu nima desa, bizning bugunimiz, atimiz, kelgusimizdagi ishlarni urunlashtiruvchi degan gap. U urunlashtiruvchi bizga nima munosib bo'lsa, munosib shaklda urunlashtiradi. Biz eğer şu uluhiyet sübtigi igi şu zat, yani uluhiyet boğan, ilah olgan şu zatның
ölçümü boyunca dua kılsak meselemiz hal. Ama özümüzün insanlık karakteriyle ölçem tutuyorlar bir ölçem. Onda kılsak bu ölçem bilen mağmaydı bizim işimiz. İnsanın işi onda uğurlaştırılmaydı. Duanın şekli bu, karakteri bu. Duanı bu şekilde düşünüş gerek. Dua tutulan pozisyonumuz bu şekilde buluş gerek. Ayetinin en ahırısında la'allahum yarşudun. Yarşudun degeni bu arqılıq annekin toğru yolunu bula tepiş mümkün. Yarşudun yani toğru yolunu qana qilish, tepish degan ma'noda. Çünkü ben bayatdan dedim, insan özünün meselesini özü hal qılanmaydı. Özünün toğru yolunu özü tapanmaydı. Yuqoridagidek pozitsiyada bo'lgan vaqtida, yani bandichilik qilgan vaqtida, o'zini Allohga topshirgan vaqtida, Alloh ko'rsatgan bo'yicha ideyada bo'lgan vaqtda to'g'ri yo'l shu vaqtda oldiga chiqadi insonningki. Endi ilgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida, Qur'on tushirilgan Ramazon oyida insonlardagi, mu'minlardagi bo'ladigan soplik, suzuklik, bir xil paklanish, yükselish ideya jihati, ma'naviy jihat yükselish ahvolini tilga olib bir xil duo masalasi ko'tarib chiqdi. Yani biz şu darajaga yetgan vaqtda Alloh bilan bo'lgan aramiz bog'lanadi, duo qilamiz. Duoning xarakterini bu yerda bayon qildi ma oyatda. Endi yana shu Ramazonga yana qaytamiz. Kelasi oyatda 187-oyatda Ramazonning ba'zi ahkomlarini, ro'zaning ba'zi ahkomlarini so'zlaymiz. Inshaalloh Alloh nisb qilsa kelasi oyatda so'zlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.